bugun Dalilus qo'ygan video haqida gapirmoqchiman. Men Koreya yangiliklari admini Avazi birinchi qonuniy ayoli bo'laman. Haqiqatda bu video 2021-yili bo'lgan. Meni qornimda 4 oylik farzandim bo'lgan. Shunga qaramay xiyonatlari sabab meni urgan. Bundan tashqari juda ham ko'p marta urgan, zulm qilgan, haqorat qilgan. Men bu inson bilan ajrashish uchun hozir sudga berganman. U yerda yolg'on gapiratgan, urmaganman, hech qachon zulm qilmaganman deb. Bu videoni Dalilus qayerdan oldilar bilmadim. Lekin menga juda ham kerakli video edi. Men buni albatta sudga topshiraman. Sudda Alloh izni bilan bizga yordam beradi bu video. Bu inson meni fohishalikda ayblab, farzandidan voz kechgan. Holbuki men iffatini saqlagan muslima ayolman. Meni bir Namanganda uyimda